Eng arzon vodiy kanalımızda arzon narxda Hyundai Elantra avtomashinamiz keldi. 2021-yil 1.6 motorda, rangi oppoq, tashqi ko'rinishi zo'r holatda ekan. 4 tarcha bolalar ham yangi holatda turibdi. Beskuchov do'stlar ham, salon qutlari ham o'ta akkuratli ekan. Probegi 101 ming probegda 2021, afkalari zo'r holatda turibdi. Chexollari, evakuatoriylar, benzinda gaz pas umuman o'rnamagan, tablolari ham tiniq holatda ekan, monitorlari Hatto afishkalari ham zo'r holatda, urinib ham ketmagan, salonlari o'ta akkuratli ekan. Haqiqatda yurishlari ham zo'r. Shumkalarga chiqildirib qo'yilgan. Motor hadovalarda umuman muammosi yo'q. Yaqinda avtolargacha hamma joyini qaratib qo'ygan ekanlar. Egalar o'zlari minib yurgan mashinalar ekan. Tashqi ko'rinishi zo'r. Kraskasiga kelgan bo'lsak, ikkita eshik orqa kriloda kraskalar bor ekan. Qolgan joylar top-toza, o'zingiz ham ko'rib tekshirib, minotarsib bilan berasizlar. Motor hadovi yurishlarda muammosi yo'q. Bu mashinamiz eng arzon o'tgan, narxi ham zo'r narx bo'ldi. 13 ming $950 ga beraveramiz. Ma'lumotchi mashina Namangan shahrida turibdi.